Heather Morris Osvensimdagi tatuirovkachi romani. Ingliz tilidan Samandar va Sojida tarjimasi. Jahon adabiyotining javohirlari. Toshkentda Ilm Ziyo Zakovat nashriyotida 2021-yil chop etilgan. Avstraliyalik yozuvchi, ssenarist va shifokor Heather Morris ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan taniqli asarlar va kinoseriallar muallifi hisoblanadi. 2023-yilda Heatherning oldiga butun dunyoga aytib berishga arzigulik hikoyasini so'zlab berish uchun keksa Lael ismli bir qariya keladi. Yozuvchi ayol va Lael uchrashgan kunlar ularning ikkalasining ham butun hayotini tubdan o'zgartirib yuboradi. O'rtada paydo bo'lgan qalin do'stlik munosabati Laelni shaxsan o'zi boshidan kechirgan voqealar to'g'risida yurak tubida saqlab kelgan hech kimga ilinmagan hikoyasini hech tortinmasdan Heatherga boricha aytib berishga imkon yaratadi. Heather uni dastlab ssenariy shaklida yozadi. Keyinchalik esa Osvensimdagi tatuirovkachi romani dunyo yuzini ko'radi.